Kimsan? Puling ko'pmi? Qolib ketadi-ku o'sha pul. Yo pul bilan olib borib ko'mishadimi? Go'rkovlar ichini gumbazli g'isht qalab go'rk qilib berishadimi? Yo o'lganimizda alohida biz uchun tobut yasaladimi? Kimmiz biz? Nimaga kibrlanamiz? Alloh aytayaptiki, yerni teshib kirib keta olmaysan. Bo'ying tog'larga yetmaydi deyapti. Hech kim emassan ey banda deyapti Alloh taolo. Ochiq aytaman, bir joyga yaxshi kiyinib bormasangiz bo'lmaysiz. Bir joyga qimmat kiyinib bormasangiz, nima deydi? Ishingiz bitmaydigan bo'lib qolgan. Qimmatroq mashinada borsangiz, deb eshik ochib kutib olyapti. Oddiy yo bir metroda yo avtobusda piyoda kirib boringda. Shuna zamonga qoldik. Kiyimga qarab odam ajratadigan, minmagan mashinasiga qarab, cho'ntagidagi puliga qarab odam ajratadigan bo'lib qoldi. Masalan, shu sinfdoshlarini, o'rtoqlarni ichida ham bir-birini mol davlatga qarab, pulga qarab, mansabiga qarab, minmagan mashinasiga qarab ajratadiganlar borda. Alloh saqlasin. Odamning qadri kiyim bilan o'lchansa, o'sha kiyimda yetsa yo'qda, qadri bir tiyinda. Odamni azizligi, hurmati o'sha mashina sababli bo'lsa, mashinani 5 yil minab sotib olsa, bir tiyinda bir hurmat. O'shaning uchun hech qachon mol bilan, dunyo bilan aziz bo'lish